alaykum aziz muxlislar, kanalimiz a'zolari. Mana bugun biz Navoiy viloyatida Gerkules Agro jamoasi o'z ish faoliyatimizni olib boryapmiz. Bu yerda ham akamiz bizning Brod Gerkules mahsulotimizdan foydalanganlar. Shularning natijalarini ko'ramiz. Ana. Natija. Juda ham a'lo. Aytishlaringiz mumkin, bu yaxshi joyni ko'rsatdi, lekin mana bu yo'q. Aka, buni ozuqani berganim necha kun bo'ldi dedingiz? Ikkinchi kun dedingizmi? Ikkinchi kun uni qarang. 2 yo 3 kunda effekti. Effekt zo'r. Mana ildiz. Xo'sh, kimga mana shunaqa sifatli mahsulot kerak bo'lsa, biz bilan aloqaga chiqib bog'laning.